Ha, tuzimisan? Bolang yaxshimi? Yaxshi. Ishga ketyapsanmi? Ishga ketyapman oshna. Ukangni ustidan bitta mahalladan zaявka bor. Ukangni sal tartibga chaqirib qo'ygan oshna. Menga qara. Sen ham ichki ishlarga kirib olib, endi unvoningni ko'taraman deb ukamni nazarga olib yuribsanmi? Ukamni ko'raman, to'g'ri ishga borib, to'g'ri keladi. Aralashmagin, xapalashib qolamiz. Men senga telefon qilma degandim. Nima qilishni olmayapman. Ber qani? Mana o'shaganda. Keyingi safar telefon qilmagin. Shuni Telegramdan o'zim lokasiya tashlayman senga. Xullas, tiklanib qolyapmiz. Tushunmadim gapingizni. Endi maktab bolalaridan foydalanamiz. Menga qani bolam. Mamini men aytgan joyga olib borib ko'masan. Shuni mama telefon rasmga olib menga olib kelasan. Mamga mayda chuyda olib yeysan. Xo'p, davay. Chetda o'ynalaring. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, uka? Sinfdoshlarim bilan toqqa ketyotgandik. Ozgina pulingiz bo'lsa berib turing, ajralib qolmang. Ba. To'g'ri yurgin, tushundingmi? Qiz-qizlarga qarab borib yurmalaring. Xo'p bo'ladi. Gap qisqa qilaman. Plastikka pul tashlasang, men senga lokatsiyani tashlayman, xo'p? Maras. Tortmay qo'yib qo'ygan pulim qani? Nima qilding? Oling qo'lingizni. Men bilmayman, xotiningizdan so'rang borib. Sen sigaret chakmas eding-ku? Yurma bu yoqqa uyga. Menga qara. Oldingda bor pulingni chiqar. Mana bor pulim ko'p pichoq bilan hazillashma jonim. Tuzimisan? Nima chaqirding? Kel o'tir. Tinchlikmi? Habibullayev, hadda o'rto'g'iz. Olib kiring. Xo'p bo'ladi. Aka. Bu narsa qilsak bo'ladimi, o'rtoq? O'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor-ku. Esingdami, seni ogohlantirgandim. To'xta, oshna. Sen bilan bir maktabda katta bo'lganim uchun, sen bo'lib qo'shni bo'lganim uchun seni ogohlantirib qo'yapman. Ol qo'lingni. Olib chiqib keting. Menga qara, o'rtoq. Pul desang pul beraman, mashina desang mashina beraman. Iltimos, ukamni olib qoling-ku. Yo'q demagan, o'rtoq.